yarim soat, 1 soat yo'qolib garochi. Bitta apandi bo'lgan ekan, apandi garochi bir kun har kuni ishdan kelsa, xotini bir yarim soat, 1 soat yo'qolib qolaverar ekanda. Voy. Keyin bir kun shuna bo'pti, 2 kun shuna bo'pti, 3 kun shuna bo'pti, oxiri aytdi, qani bir poylaychi debdi, bir xotinim nima unay yo'q bo'lib qolyapti deb poylasi orqasidan keyin boribdi-da xotini tualetga kirib 1 soat yo'q bo'lib ketibdi. Keyin bular bu chota не то debdi-da, keyin borib bitta eshikni ochsa xotini qo'shnining devoriga ko'tin tutib turgan ekan. Bular xotin nima qilyapsan bu yerda desa, dadasi debdi, men kallam kuchli, qarang debdi, men bumaga ekonom bo'lsin deb qo'shnining devoriga ko'tim tutib turibman, qo'shnining moli ko'tim yalab qo'yapti debdi. Keyin o'tirib tur Zaydbal aytib olay oxirigacha eshitdilar. Yotamasmi Fatih, yotamasmi. Jim, qarochi. Jimmy. Qarochi keyin bir kun eri ham tualetga kirib qarasa bumaga qolmabdi. Qani men xotinim ko'tin tutib turadi, men ham bir qilaychi deb bir ko'tin tutib voydot deb baqirib chiqdi. Keyin ha dadasi nima bo'ldi desa, seni qo'shnining moli ko'tingni yalab qo'ygan bo'lsa menga shaqini tiqib oldi deyapti ekan. Kulish ko'tlar.